Amerika, Angliya, Germaniya, Fransiya, Kanada və Türkiyə qatarlıq dünyadakı 43 dövlət 21 oktyabr günü Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatında imzalıq birləşmə bayanat elan qılıb, Xitayning Uyg'urlarni bostirishi və Uyg'urlarga ziyonkashlik qilishidan әндіш қылыватқанлығыны білдірген. Баянатта Xitayning Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissariyatı işxanasını öz içine algan müstakil tekşürgüçülerinin Uygur ilida haqiqiy ve çeklimsiz tekşürüş ilip berişiga yol koyuşı, Birleşken Devletler Teşkilatı Erki Ayrımçılıkını Yo'qotish Komitetining Şinjanga alaqadar 8 xil teklifini derhal əməlləştirishi talab qilingan. Xitoy hukumati Uyg'urlarga erkiy qirg'inchilik yurgizayotganligini inkor qilib kelgan bo'lsa-mu, ammo u har qanday bir tekshirish dalil to'plashni maqsad qilmasligi kerak degan shartni qo'yib, mustaqil tekshiruvchilarning Uyg'ur elida shartsiz tekshirish elib berishni rad qilib kelgan edi. 43 davlatning bu qitimliq bayonotini Fransiyaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida turishliq bosh elchisi Nicolas de Riveri o'qigan. J'ai l'honneur de prononcer cette déclaration conjointe au nom de 40 États de toutes les régions et l'ensemble des continents pour exprimer nos préoccupations au sujet de la situation des Ouïghours dans le Xinjiang. Bayonotda mundaq deyilgan. İşençilik dokladla 1 milyondan artıq adam xalığançı tutkun qilinib qamalgan siyasi qayta tarbiyalash lagerlarining mavjudligini ko'rsatmoqda. Biz qiyin qistoq, rahimsizlik, g'ayri insoniy muomala, xo'rlash, jazolash, majburiy tug'mas qilish, jinsiy zo'ravonlik, bolalarni majburiy ayirib etishni o'z ichiga olgan keng ko'lamlik va sistemalik kishilik huquq dafsandichiligiga oid dokladlarning ko'payayotganligini ko'rdik. Bayonotda yana diniy e'tiqod va yo'tkilish erkinligi, uyushish va fikr erkinligi, shundaqla Uyg'ur madaniyatining qattiq cheklanganligi, Uyg'ur va boshqa oz sonli millatlarni nishon qilgan keng ko'lamli qarqo'yiq nazorat qilishning davomlashayotganligi ta'kidlangan. Shundaqla Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq oliy komissarining doklad e'lon qilish qarorini qarshi oladiganligi, uni tezroq e'lon qilishga rag'batlantiradiganligini eskartib, biz barliq davlatlarni qaytarmaslik prinsipiga amal qilishga chaqiramiz. Shuning bilan bir vaqtda yana Xitoyni xalqaro fuqarolar va siyosiy huquq ahdnomasini kechiktirmay ma'qullashga chaqiramiz deyilgan. Nous lui demandons de mettre en œuvre sans délai. Mazkur bayonotga Turkiyami imzo qo'ygan bo'lib, bu Turkiyaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida tunji qitim Uyg'urlar haqidagi bu xil bayonotga imzo qo'yishidir.